Shu yerda ko'rib chiqishingiz mumkin. Tarozi bizada hozir mana blokimizga ulanib turibdi, kassamizga va shu yerdan ma'lumotlarni olyapti. Lekinda kimdir o'ylab qolishi mumkin. Hozir balkim shundoq simdan tortishim kerak, постоянно hozir обжимlarni qilib joy tayinlashim kerak deb o'ylasangiz, bunisi shart narsa emas, chunki mana blok bu faqat tarozi xotirasiga tovarlaringizni yozib qo'yadi va bemalol udan ishlab turishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir biz mana blokimizdan chiqarib qo'ysa ham shuni ko'rib turganingizdek kassamizdan uzib tashladik va shu holatda ham biz olib tarozimizga chiqarib berishimiz mumkin. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shuni sirazi olib yopishtiramiz va kassamizda tovarimiz chiqib kelaveradi. Faqatgina shu bir haftaning ichida agar kiloli tovarlaringiz o'zgaradigan bo'lsa, o'shanisida ma'lumotini yangilab turasiz tarozida. Bundan tashqari tarozida faqat kiloli tovarlar emas, ya'ni shtuchniy narsalarni ham urishingiz mumkin. Masalan, pamperslarni sotayotgan bo'lsangiz, pamperslarni ham masalan ularga etiketga chiqarib berishingiz mumkin. Shunaqa qilib po'rchoqlar bo'ladimi yoki просто yopishtiriladigan любой etiketkani har bittasiga tarozi orqali mana shunday nakleykalarni qo'yishingiz mumkin. Bu ancha-muncha joylarda o'zi yordam beradigan narsa bo'ladi. Мясной lavkalarda, sirniy lavkalarda, agar sizda bakaliya sotadigan do'kon bo'lsa, в основном katta supermarketlarda ham ancha-muncha yordam beradigan narsa bo'ladi. Shunaqa qilib, mana shu tarozi sizda katta do'konlarda ishchilaringizni va o'zingizni ham ancha-muncha vaqtingizni saqlaydigan bo'ladi. Va undan tashqari sizda hamma hisobotlaringiz to'g'ri chiqadigan bo'ladi. Chunki na klient, na ishchilaringiz sizni boshqa aldolmaydi. Tarozida qancha vazni chiqqan bo'lsa, qanaqa summa chiqqan bo'lsa, shuncha uriladi kassada ham. Eng bitta katta bizning partnyorlarimizdan biri Arzon bozorida masalan, shuni tarozilardan уже 5 tacha ishlatilinadi. O'rtada turadigan bir nechta ishchilar turib, постоянно shularni ishlatib o'tirishadi. Bu tarozilar aytsa bo'ladi 24 ga 7 ishlab, to'xtamasdan katta klient potoki bilan ishlayverishadi va hech ham qochishmaydi. Shunday qilib, Rossiya brendi baribir o'zini stabilnostini ko'rsatadi va xatosiz, stabilni va soatga o'xshab ishlayveradi sizda. Undan tashqari bu tarozlarni как fasovka uchun ishlatish mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylik, siz shakar yoki un ana shunday polkalarga tayyor qilib qo'yib qo'ymoqchisiz. Чтобы fasovni tayyor masalan 1 kilolik, 2 kilolik yoki 3 kilolik shakar paketlari turish uchun. Ularni oldindan taroziga qo'yib qo'yasiz, etiketga chiqarib berib, shu yerga qo'yaverasiz. Klientlar etiketkada ko'rishadi. 1 kilosi qancha ekan, 2 kilosi qancha ekan va qancha chiqqanligini ko'rib turishadi. Shundan keyin ular olib, просто kassaga olib boraverishadi. Kassada shunchaki olib urib yuborishadi tovarni va sirada уже 1 kilo yoki 3 kilo chiqib kelaveradi tovardan.